Bugun sizlar bilan ota-onalar taklifiga binoan bolalarda qovuq siydik-nay reflyuksi to'g'risida gaplashamiz. Qovuq siydik-nay reflyuksi ushbu xastalik bola siygan mahalda siydikni tashqi siydik yo'llari orqali tashqariga va buyraklarga qaytib chiqishiga aytiladi. Buning sabablari birlamchi va ikkilamchi bo'ladi. Birlamchi sababi siydik yo'lining qovuqqa ochilish teshigi anatomik sohada tug'ma nuqson sababli qovuqdan siydik buyraklarga qaytib chiqib ketadi, ya'ni klapanli mexanizm ishlamaydi. Ikkilamchi sababi bu ichaklarda ich qotishi bilan bog'liq bo'lgan xastaliklar yoki qovuqda undan pastki sohalarda o'tkazilgan turli xil operatsiyalar natijasida ikkilamchi qovuq siydik reflyuksi kelib chiqadi. Klinikasida bolada siyish mahalida bezovtalik yoki ikkiga bo'lib siyish, ya'ni bir marta siygandan so'ng ikkinchi marta yana siyish hissining paydo bo'lishi, qovuqda qaytalanuvchi sistit shabadalash belgilari, siygan mahalida qovuq, qorin va bel sohasida og'riqlarning kuzatilishi va yuqori nafas yo'llari infeksiyalarisiz yo'tal bo'lmaydi. Subfibril tana harorati, ya'ni 37-38 gradusgacha tana haroratining ko'tarilishi, aynan bu kasallikda yo'tal kabi belgilar kuzatilmasdan subfibril tana harorati ko'tarilishi kuzatiladi. Tashxislash, ya'ni diagnostika qilishda avvalambor bolalar urologi mutaxassisining ko'rigi, umumiy peshob tahlili, ya'ni peshob tahlilida shabadalash belgilarining ko'rinishi, ultratovush tekshiruvi, ultratovush tekshiruvida yurakda jomcha tizimining kengayganligi, siydik yo'lining kengayganligi va qovuq to'lgan mahalida va uni bo'shagandan keyin o'zi yiqilganda qovuqda qoldiq siydikning qolib ketishi qovuq siydik-nay reflyuksining bir belgisi hisoblanadi. Davolash standartlarida rentgen tekshiruvi miksionni sista uretrogramma tekshiruvi bo'lib, ushbu kasallikda qovuq siydik-nay reflyuksining oltin qoidasiga asosan tashxislanadi. MSKT ekskretorniy urografiya bu tekshiruvda buyraklarning ishlash faoliyati aniqlanadi. Renografiya, nefrostintografiya tekshiruvi ushbu kasallikda buyraklarning qanchalik darajada jarohatlanganligi, ya'ni ishlash foizini ko'rsatib beradi. Albatta, qovuqda uchraydigan har bir kasalliklar diagnostik sistoskopiya tekshiruv o'tkazishi lozim, chunki kelgusida davolash usulini tanlashda qo'l keladi. Kasallik aniqlangandan so'ng 3 xil usulda davolanadi. Birinchisi konservativ, ya'ni dori-darmonlar bilan davolash. Bunda uro-antiseptiklardan foydalaniladi. Bu kasallikning 1-3 darajalarida qo'llanilib, ushbu davodan so'ng qayta rentgen tekshiruvlarida kasallik belgilari aniqlanmasa, demak natija ijobiy hisoblanadi. Ikkinchi usul endorologik usul bo'lib, bunda o'sha kengaygan ustya deymiz, siydik yo'lining qovuq ochilish sohasiga maxsus poliakrilamidning gel dam plus gel qo'yilib, o'sha ob'yem hosil qilinib, teshik normal holatgacha toraytiriladi. Uchinchi usul operativ usul bo'lib, hozir zamon rivojlanib, yuqori texnologik usullarda laparoskop yordamida yoki pnevmovenskopiya qilib qovuq ichiga havo to'ldirilib, yuqori texnologik instrumentlarda operatsiya o'tkaziladi. Bu uchinchi usul 3, 4, 5 darajalarda va qo'shma kasalliklar bilan birga kelganda qo'llaniladi. Ota-onalardan kelgan savollar, ya'ni kasallikni qanday qilib erta aniqlash mumkin? Erta aniqlashda bolada antinatal, ya'ni homilalik paytida UZI qildiriladi, skrinning UZI deyiladi. Ushbu tekshiruvlarda buyraklarda pielektaziya, ya'ni buyraklarda qisman kengayish kuzatiladi va homila suvining kam yoki ko'pligi xiralashishi kuzatiladi. Aynan xuddi shunday holatlarda bola tug'ilgandan so'ng uni malakali bolalar urologga tekshiruvga olib borish kerak. Shunda umumiy siydik analizi va ultratovush tekshiruviga asosan kasallikni gumonlanish darajasi o'rganilib, haqiqatdan ham kasallik belgilari umumiy siydik analizi va ultratovush tekshiruvida aniqlansa, ya'ni qo'shimcha sistogramma, MSKT ekskretorniy urografiya tekshiruvlari qilinib kasallik aniqlanadi.
Navbatdagi savol ota-onalardan qizim tez-tez achishib, sistit tez-tez kuzatilib turadi. Demak, ushbu kasallikning bir belgisi qaytalanuvchi, ya'ni takrorlanuvchi sistitlar qovuq siydik-nay refluksining belgisi hisoblanadi. Aynan yiliga 2-3 marta sistit bilan xastalanadigan qizlarda bu kasallikni aniqlaydigan tekshiruv usullarini qo'llash shart. Keyingi savolimiz ichakda qabziyat, ya'ni surunkali ich qotishi bor. Bu surunkali ich qotish ham qovuq siydik-nay refluksini kelib chiqaradigan sababi hisoblanadi. Ya'ni ikkilamchi qovuq siydik-nay reflukslari bo'lib, bunda dastlab ichakda surunkali qabziyat davolanish shart va qabziyat davolangandan keyin bu qovuq siydik-nay refluksi ikkilamchi bo'lganligi uchun o'z-o'zidan davolanib ketadi. Bunga urologik yondashuv talab qilinmaydi. Navbatdagi savol buyraklardagi chandiqlanish jarayoni gel qo'ygandan keyin yoki qovuq siydik-nay refluksini davolangandan keyin qayta tiklanadimi? Bu buyraklardagi chandiqlanish, ya'ni bujmayish jarayoni qaytmas proses hisoblanib, urolog davolaganda o'sha qovuq siydik-nay refluksini o'sha darajada to'xtatadi. Demak, kasallikni qancha erta aniqlash o'sha buyrak parenximasining jarohatlanish darajasini oldini oladi va kelgusida o'tkazilgan davolardan keyin ham buyraklarda ishlash faoliyatini yaxshilanishini ta'minlaydi. Ota-onalarga maslahat: agar farzandingizda tez-tez siyish yoki achishib siyish, 2 marta bo'lib siyish, siygan paytda qovuqda, qorinda, bel sohasidagi og'riq yoki yo'talsiz subfebril tana harorati kuzatilsa, malakali bolalar urologi mutaxassisi konsultatsiyadan o'tishingizni tavsiya qilamiz. Chunki farzandlarimiz bu ochilmagan ko'ktak. Ularning kelgusidagi sog'lig'i uchun qayg'urish har bir ota-onaning oldida turgan vazifasi hisoblanadi.